Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum KSK klubining muhtaram a'zolari. Assalomu alaykum. Mana shu yerda har shanba kuni kitob o'qib mutolaa qilib, o'zlarining bilimlarini sinashga keladigan bizning aziz 5 ta guruh a'zolari. Bugun sizlar bilan odatdagidek yana birgamiz KSK klubining bilimdonlar bellashuvining so'nggi 129-soniga xush kelibsiz. Qadrli do'stlar, bizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tomosha qilayotgan aziz muxlislarimiz, bugun nafaqat Turkiston shahrida, balki viloyatimizda, qolaversa respublikamizda o'zgacha kun desak ham bo'ladi, 129 hafta mana shu yerda har shanba kuni 2 yildan oshiq, salkam 3 yilga yaqin vaqt oralig'ida kitob o'qib, 100 kitob o'qib, mutolaa qilib, barcha yurtdoshlarimizga namuna bo'layotgan bizning kitob sevarlarimizga ming olqish deb qo'yamiz. Qadrli do'stlar, bugun bizning so'nggi bellashuvimizga nafaqat Turkistonimizdan, balki qo'shni O'zbekiston Respublikasidan ham aziz mehmonlar tashrif buyurishgan, ularga ham alohida qarsaklar chalib qo'yamiz. Mehmonlarimizga xush kelibsiz deb bugungi bellashuvimizni boshlaymiz. Demak, ilk bosqichimizni bizda Chipon guruh boshlab beradi. Bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Bugun biz geografiya fanidan va Janubiy Qozog'iston gazetasidan savollar bermaymiz. So'nggi bellashuv 100 kitobni o'qib tugatdingiz. Demak, bugun faqat kitob o'qigan bo'yicha savollar beriladi. Barcha guruh a'zolariga omadlar tilab qolamiz. Marhamat, Chipon guruhi savol tanlaymiz. Birinchi savol. Birinchi savolni ochamiz. Amir Temur 7 yoshga to'lganida Mulla Alibek maktabini tark etib, qaysi ustozning qo'lida ilm ola boshladi? O'ylanishga berilgan vaqt ketdi. 30 soniya beriladi. Amir Temur 7 yoshga to'lganida Mulla Alibek maktabini. Marhamat, javobni eshitamiz. Ofarin. Shamsiddin ustozning. Shamsiddin ustozning. Albatta to'g'ri javob. Qarsaklar javobning to'g'ri ekanligini ko'rsatib turibdi. Endi to'g'ri javobni ekranga qarab o'qiymiz, marhamat. Amir Temur 7 yoshga to'lganida Mulla Alibek maktabini tark etib, Shayx Shamsiddin ustozning qo'lida ilm ola boshladi. Rahmat aytamiz Chipon guruhi. Chiroyli javob uchun tashakkur. Navbatni Sunoq guruhiga beramiz. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolni ochamiz. Hazrat Abu Bakrning otasining kunyasini va ismini ayting. O'ylanish uchun vaqt berildi. Hazrat Abu Bakrning otasining kunyasi va ismi qanday? Kunyasi deganimiz, ya'ni laqaboti va haqiqiy o'zining ismi nima? Vaqtimiz tugadi. Sunoq guruhi javob. Bizda javob taxmin. Xo'sh. Abu Bakrning otasining kunyasining ismi Abu Qufofa, ismi Usmon ibn Omir. Taxmin javob to'ppa to'g'ri. Barakalla. Endi o'qiymiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning otasi Abu Qufofa kunyasi bilan mashhur bo'lganlar, asl ismlari esa Usmon bo'lgan. Ofarin, ofarin Sunoq guruhi. Rahmat aytamiz. Marhamat, Turkiston guruhi savol tanlaymiz. Uchinchi savol. Uchinchi savolni ochamiz. Hikmatli kalima xususida Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisni ayting. Vaqt berildi. O'ylanish uchun 30 soniya. Vaqtimiz tugadi. Kim javob beradi? Turkiston guruhi. Bizda taxmin javob bo'lib turibdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis shunday: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim mening so'zlarimni tinglab, yodlab hamda uni boshqalarga yetkazsa, u najot topibdi degan ma'noda. Rahmat aytamiz. Keyin guruhga navbat berib ko'rmoqchimiz. Birlik guruhi, sizlarda javob qanday? Bizda javob yo'q. Qorachiq guruhi. Bizda ham javob yo'q.
Chipon guruhi. Bizda javob Abu Hurayra roziyallohu anhu aytgan hikmatli kalima mo'minning yo'qotgan narsasidir. Uni qayerdan topsa ham haqlidir. Barakalla. Mana biz kutgan javob. Mana biz kutgan javob. Endi to'g'ri javobni o'qiymiz. Hikmatli kalima xuddi mo'minning yo'qotgan narsasidek. Mo'min uni qayerda topsa ham haqliroqdir deganlar. Rahmat aytamiz aziz qatnashuvchilar. Birlik guruhga navbat beramiz. Marhamat, savol tanlash huquqsizlarda. 4-savol. 4-savolni ochamiz. Jobir ibn Abdulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nechta hadis rivoyat qilgan? O'ylanish uchun vaqt berildi. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, kim javob beradi? Bizda taxmin javob Jabir ibn Abdulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 1548 hadis rivoyat qilgan. Javobingiz uchun tashakkur. Qorachi guruhga navbat berib ko'rmoqchimiz. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan 1984 ta hadisni rivoyat qilgan. Rahmat aytamiz. Chipon guruhi. Taxmin javob Xo'sh. 163 ta. Rahmat. Sunal guruhi. 1540. Barakalla Ramazon. Ramazon ilmingizga balli. Eng yosh ishtirokchimiz. Endi Jabir ibn Abdulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 1540 ta hadis rivoyat qilgan. Ofarin, ofarin. Ramazonni til ko'zdan saqlasin. Davom etamiz aziz qatnashuvchilar. Qorachiq guruhi savol tanlash huquqsizlarda. 5-savol. 5-savolni ochamiz. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qabrga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan qanday holatda qo'yildilar? O'ylanish uchun vaqt berildi. 30 soniya. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, Shahnozaxon. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qabrga qo'yilishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yelkalariga Abu Bakr roziyallohu anhuning boshlari to'g'ri kelgan. Ya'ni ketma-ketlikda birinchi payg'ambarimizning yelkasining to'g'risiga Abu Bakr roziyallohu anhuning boshlari to'g'ri kelib va shu taqlidda qo'yilgan. Barakalla Shahnozaxon. Tasanno aytishdan boshqa so'z topa olmadik. Ofarin. Endi o'qiymiz to'g'ri javobni. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning boshlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yelkalariga to'g'rilab qo'yilganlar. Aziz qatnashuvchilar, birinchi bosqichni juda ham chiroyli ravishda tugatdik. Olqishlar eshitilmayapti. Kayfiyatni ko'taramiz. Barakalla, haqiqiy kitobsevarlar ekanligimizni yana bir marta isbotladik. Endi ikkinchi bosqichga navbat beramiz. Sunal guruh boshlab beradi, marhamat. 6-savol. 6-savolni ochamiz. Mavaron nahrga qaytishdan oldin Amir Temur Xurosonga qanday yuklarni qoldirib ketdi? Vaqt ketdi. O'ylanish uchun 30 soniya vaqt berdik. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, kim javob beradi? Sunal guruhi. Amir Temur Mavaron nahriga o'zi bilan 1000 kishiday lashkarni olib ketadi va qolgan lashkarlarni otlar yuklari bilan qo'shib tashlab ketadi. Rahmat aytamiz. Turkiston guruhi, sizlarda javob qanday? Bizda ham taxmin javob bo'lib turibdi. Amir Temur bu Xurosonga ko'chma minoralarini hamda qurol jabdug'larini tashlab ketadi. Rahmat aytamiz. Birlik guruhi, sizlarda javob qanday? Bizda ham taxmin javob Amir Temur Xurosondan olgan o'ljalarini tashlab ketadi. Xurosonga qanday yuklarni qoldirib ketdi degan edi. Rahmat aytamiz. Shahnozaxon. Amir Temur Xurosonga o'zining yig'ma masjid va minorasini va otlarning yem-xashaklarini qoldirib ketdi. Chipon guruhi, sizlarga navbat berib ko'rmoqchimiz. Javob yo'q. Aziz guruh, adashmasam 5 ta guruhning javobini tinglab bo'ldik, to'g'rimi?
Ammo biz kutgan javob bo'lmadi. Endi ekranga e'tibor qaratib to'g'ri javobni o'qiymiz. Mavaron Nahrga qaytishdan oldin Amir Temur Xurosonga 20 ta aravaga yuklab olib yuriladigan ko'chma masjidini va ayrim og'ir vaznli qurol-yaroqlarni qoldirib ketdi. Olim izoh beramizmi? Bu yerda hamma jamoa javob berolmadi. Faqat Qarachiq jamoasiniki 100% ga to'lmadi. Shuning uchun olmadik. Chunki Qarachiq jamoasiniki emas. Shuning uchun olmadik. Ammo 75% ga yetgan edi, 100% ga yetmadi. Og'ir vaznli qurol jabduq degani aytilmadi. Masjid aytildi. 20 ta aravaga yuklanadigan masjid aytildi, lekin og'ir vaznli yuklar aytilmadi. Shuning uchun berdim. Demak, hakamlar hay'ati a'zolarining fikrlari bilan kelishamiz va davom etamiz, hurmatli qatnashuvchilar. Turkiston guruhi savol tanlash huquqi sizlarga beriladi. 7-savol. 7-savolni ochamiz. Alman doktori Knut Pfeiffer Zamzam suvi har qanday sharoitda asl holatini o'zgartirmasligi xususida qanday tajriba o'tkazgan? O'ylanish uchun vaqt berildi. Aziz qatnashuvchilar, vaqtimiz tugadi. Marhamat, kim javob beradi? Aftab opa? Alman doktori Knut Pfeiffer Zamzam suvi har qanday sharoitda asl holatini o'zgartirmasligi xususida tajriba o'tkazib, Zamzam suvining bir tomchisini boshqa suvga aralashtirib ko'rganida Zamzam suvga aylanib qolganini tajriba o'tkazish holatida bilgan va Zamzam suvi o'zi Ka'ba shaklida bo'lib, u o'z shaklini ham o'zgartirmasligi qayd etilgan. Kristallar Ka'baga o'xshash bo'lgan. Aftab opa, javobingiz uchun rahmat aytamiz. Yana qo'shasizmi? Ko'p suvga, juda ko'p miqdorda bo'lgan suvga ham tomizib ko'rilganda baribir Zamzam suvga aylangani aniqlangan. Qabul qilamiz, og'am adashmasam. Hakamlar haydazlarga navbat berib ko'ramiz. Qabul qilamiz. Hakamlar maslahatlashib qabul qiladigan bo'ldi. Qabul qilamiz. Turkiston guruhi. Bu o'zining savol bo'lganligi uchun 75% ga yetdi adashmasam, to'g'rimi? Endi Aftab opa to'g'ri javobni o'qiymiz. Alman olimi quyidagilarni ta'kidlaydi. Juda ajoyib tajriba qildim. Bir tomchi Zamzam suviga 100 tomchi oddiy suvdan aralashtirdim. Qarasam, bu suv butunlay Zamzam suviga aylanibdi. Keyin bir tomchi Zamzam suviga 1000 tomchi oddiy suvdan aralashtirdim. Bunda ham oddiy suvning hammasi Zamzam suviga aylanganini ko'rdim. Rahmat aytamiz Aftab opa. Ko'p miqdordagi degan javobingiz 1000 tomchi degan javobga to'g'ri keladi. Tashakkur. Davom etadi. Birlik guruh savol tanlaydi. 8-savolni ochamiz. Ilm talab qilish xususida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni ayting. Vaqt berildi. Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Bizda taxmin javob. Ilm talab qilish xususida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qilinadi. Kimki ilm talab qilib bir qadam tashlasa, Alloh unga yaqinlashadi, 10 qadam yaqinlashadi degan ma'noda aytadi. Tashakkur. Qarash guruhga navbat berib ko'rmoqchimiz. Kim ilm talab qilish yo'liga tushsa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Barakalla, mana biz kutgan javob. Endi to'g'ri javobni o'qiymiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim ilm talab qilish yo'liga tushsa, Alloh unga jannatning yo'lini yengillashtiradi dedilar. Rahmat aytamiz. Qorachiq guruhi va savol tanlash huquqini o'zlaringizga beramiz. Marhamat. Nechinchi savol? 9-savol. 9-savolni ochamiz. Hazrati Usmon xalifalik zamonida Abdulloh ibn Umarga qanday mansab bermoqchi bo'ldi va buning sababini qay tarzda bayon qildi? O'ylanish uchun vaqt berildi.
Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Hazrat Usmon xalifalik zamonida Abdulloh ibn Umarga qozilik mansabini beradi va uni qay tarzda bayon qildi? Chunki Abdulloh ibn Umar juda ham taqvodor va birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan va Qur'on va hadis ilmida yetuk olim inson bo'lganligi uchun unga shu mansabni bermoqchi bo'ladi. Rahmat aytamiz. Qabul qilamizmi? Olim. O'tamiz. Shifon guruhi. Hazrati Usmon xalifalik davrida Abdulloh ibn Umarga qozilik nimasini taklif qiladi. Bunga sabab qilib uning ilmga ko'pligi, fiqhni yaxshi bilganligi, taqvodorligi va barcha ko'p ilmlarning sohibi bo'lganligi uchun shu mansabni taklif qiladi. Sunna guruhi, marhamat. Bizda javob taxmin. Xo'sh, Hazrati Usmon Abdulloh ibn Umarga qozilikni taklif qiladi. Umar undan rad etadi. Nimaga sening ham otang ham uning otalari ham qozilikni olib bajargan-ku degan paytda Umar aytadi, men agar u ishni olib borsam ikki ish, ya'ni ilm ololmayman deb aytadi va unda bo'lsa sen bu javobingni o'zingda qoldir. Buni boshqa musulmonlar eshitib qolmasin, o'rtaga fitna tushadi deb aytadi. Rahmat. Turkiston guruhi, sizlarda qanday javob? Bizda ham taxmin javob bo'lib turibdi. Abdulloh ibn Umarga qozilik mansabini bermoqchi bo'ladi hamda sening otang, ya'ni Umar roziyallohu anhu ham qozi bo'lganlar, adolatli ish tutganlar, sen ham shu musulmonlar senga muhtojdir. Ya'ni sen fiqh ilmida hamda boshqa ilmlarda benazirsan. Musulmonlar senga muhtoj degan paytda Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu men musulmonlarga o'rtasiga tushmayman, ularning o'rtasiga tushgandan ko'ra shu holatim yaxshiroq degan ma'noda so'z aytadi. Tashakkur. Birlik guruhi. Bizda javob yo'q. Aziz qatnashuvchilar, endi to'g'ri javobni bilish uchun ekranga e'tibor qaratamiz. Ey Abdulloh, odamlarga qozilik qil, chunki sen Allohning dinini yaxshi bilguvchi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini eng ko'p rivoyat qilguvchisan degan ekanlar. Izoh beramiz. Olim. Bu yerda savol qarachig'inki edi, lekin qarachiq jamoasi bir so'z bilan shakllandi, bir so'z bilan to'xtab qoldi. Bu yerda Allohning dinini umumiy qilib va fiqh hammasi Allohning diniga kirib ketadi. Ikkinchisini ko'p hadis rivoyat qilganini aytmadi. Shuning uchun qolgan jamoalar 100 ga to'lmadi. Rahmat aytamiz hurmatli qatnashuvchilar. Akaman hayat a'zolariga izoh uchun tashakkur aytamiz va Chpan guruhiga navbat beramiz. 10-savol. 10-savolni ochamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Bakr Siddiqqa jannat bashoratini berganlari haqida Abu Davuddan rivoyat qilingan hadisni ayting. Vaqt berildi. 30 soniya. Jannat bashoratini berganlari haqidagi rivoyat qilingan hadis. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, javobni eshitamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Bakr Siddiqqa jannat bashoratini berganlari haqida Abu Davuddan rivoyat qilingan hadis quyidagicha. Xo'sh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'radilar. Kim bugun ro'zador holda tong attirdi deganda payg'ambar Abu Bakr Siddiq men deb javob berdi. Kim bugun janoza namoziga bordi deganda Abu Bakr Siddiq men deb javob berdi. Kim bugun miskinning to'ydirdi, taomlantirdi deganda men deb javob berdi. Kim bugun bemorni ziyorat qilishga bordi deganda Abu Bakr Siddiq menda dedi. Mana shular kimda jam bo'lsa ana shu jannati deb aytadi. Shu. Chiroyli hadis uchun tashakkur, hurmatli Elbrus. Ammo biz kutgan hadis boshqa hadis edi. Sunna guruhiga navbat berib ko'rmoqchimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga jannat bashoratini berib shunday deb aytadilar: "Ey Abu Bakr, sizning ismingizni bugundan boshlab Atiq deb o'zgartirildi, ya'ni o'ta tasdiqlovchi degan. Siz jannatga birinchi bo'lib kiruvchilardansiz" deb aytadi. Olim. Qabul qilamiz. Qabul qilamiz. Sunna guruhi.
Endi ekranga e'tibor qaratib o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Abu Bakr, ummatimning ichidan jannatga birinchi kiruvchi albatta sen bo'lasan" dedilar. Rahmat aytamiz aziz qatnashuvchilar. Ikkinchi bosqichni ham tugatdik. Uchinchi bosqichni bizda Turkiston guruh boshlab beradi. Marhamat. 11-savol. 11-savolni ochamiz. Hasan Basriy rahimahulloh o'zini g'iybat qilgan kishiga bir tovoq xurmo jo'nata turib, yana qanday so'zlarni ilova qildim? Vaqt berildi 30 soniya. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, Turkiston guruhi kim javob beradi? Hasan Basriy rahimahulloh alayh o'zini g'iybat qilgan kishiga bir tovoq xurmo jo'natib turib shunday so'zlarni aytadi: "Sen mening gunohlarimni o'zingga olib, o'zing yaxshiliklaringni menga berganing uchun seni o'sha bir tovoq xurmo bilan siylagim keldi" dedi. Javob to'g'ri. Aziz qatnashuvchilar, javob to'ppa-to'g'ri. Hakamlar hay'at a'zolari adashmasam biz bilan kelishadi. Ekranga e'tibor qaratib endi yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Marhamat. O'z yaxshiliklaringning bir qismini menga hadya qilganingni eshitgach, seni mukofotlashni xohladim. Turkiston guruhi barakalla. Davom ettiradi bizda birlik guruhi savol tanlaydi. Marhamat. 12-savol. 12-savolni ochamiz. Okeandagi ostki to'lqinlar xususida qaysi olim o'zining kitobida nimalar deb yozgan? O'ylanish uchun vaqt berildi. Okeandagi ostki to'lqinlar xususida qaysi olim o'zining kitobida aytgan ekan? Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Javob yo'q. Qarachiq guruhi, sizlarda qanday javob? Okeandagi to'lqinlar haqida Karlson degan olim okeandagi to'lqinlarning eng xavflisi okeanning tubidagi, ya'ni suv ostidagi to'lqinlar bo'ladi deb aytgan. Barakalla Qarachiq guruhi, javobni qabul qilamiz. Endi ekranga e'tibor qaratib to'g'ri javobni o'qiymiz. Karlson ismli dengizchi olim o'zining kitobida shunday deydi: okeandagi to'lqinlarning eng kuchlisi va xavflisi ko'rinmaydigani, dengiz qa'ridagi bo'ladiganidir deb aytdi. Rahmat aytamiz Qarachiq guruhi. Savol tanlash huquqi aynan sizlarga beriladi. Marhamat. 13-savol ochamiz. Quraysh mushriklari tomonidan yetgan azob, uqubat va qiynoqlar Miqdod ibn Amrning dini va iymoniga qanday ta'sir qildi? Din va iymoniga qanday ta'sir qildi? O'ylanish uchun berilgan vaqt tugadi. Kim javob beradi? Nargizaxon. Miqdod ibn Amr islom dinini qabullagandan keyin Qurayshliklarning turli xil qiynoq azoblariga sabr bardosh bilan chidadi. O'zing dinidan, ya'ni islom dinidan voz kechmadi va hijrat qilguvchilarning eng oxirgisidan bo'lib hijrat qildi. Rahmat aytamiz. Chipon guruhiga navbat bermoqchimiz. Bir kuni Miqdod ibn Amr Qurayshliklarning azobidan qiynalganligi sababli tilida dindan qaytganligini ularga bayon qilib aytadi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, men o'shanday dindan qaytdim deb aytib qo'yadi. Dindan qaytdim deb aytdim mushriklarga deb aytadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen qalbdan dindan qaytdingmi yoki tildanmi deb so'raydi. Shunda Miqdod ibn Amr faqat azobdan qutulish uchun dindan qaytdim deb aytdim deydi. Unday bo'lsa, sen musulmonsan. Qachonki musulmonlarning boshiga kulfat tushadigan bo'lsa, til uchida dindan qaytdim deyishga
yolg'ondan dindan qaytdim deyishga ruxsat deb aytadi. Javobingiz uchun tashakkur. So'nggi guruhga navbat berib ko'rmoqchimiz. Bizda javob yo'q. Turkiston guruhi. Miqdod ibn Amr roziyallohu anhuning bu mushriklar tarafidan ko'rgan azob uqubatiga buning dini iymoni kuchayadi hamda bu Asvat ibn Abduyag'isning qo'l qaramog'ida bo'lgan bo'latdagi mushrik mening boshqa musulmon birodarlarim qiynoq ostida yotganda men bu yerda emin erkin yurolmayman deb mendan omonligingni qaytarib ol degan so'zni aytadi. Birlik guruhi. Javob yo'q. Endi ekranga e'tibor qaratamiz va to'g'ri javobni bilib olamiz. Azob uqubat va qiynoqlar ziyoda bo'lib borishi faqat uning dinidagi sabot matonatini va iymon e'tiqodida mustahkam bo'lishini ziyoda etardi. Olim nega 5 ta guruhning ichidan bittasining javobini qabul qilmadi? Bu yerda savol Qarachiq jamoasiniki edi. Qarachiq jamoasi sabr matonati kuchaydi, iymon e'tiqod mustahkam bo'ldi deganni aytmadi. Qolgan jamoalar ham Turkiston jamoasi ozgina yaqin keldi, lekin o'zining savoli emas bu. 75% bo'ldi, ammo 100% ga yetmadi, to'g'rimi? To'g'ri. 100% ga yetmadi Turkiston jamoasi, ammo ozgina to'g'ri javob aytildi. Rahmat aytamiz hurmatli qatnashuvchilar va savol tanlashda davom etamiz. Marhamat. 14-savol. Chipon guruhi tanladi 14-savolni. Zumar surasining 6-oyatini tarjimasini ayting. Zumar surasining 6-oyatining tarjimasi qanday? Ushbu savolga bizda bugun Chipon guruhi a'zolari javob berishadi. Vaqtimiz tugadi, marhamat. Aytgin ey Muhammad, zero biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? degan oyat. Rahmat aytamiz. So'nal guruhi sizlarda qanday javob? Alloh taolo Zumar surasining 6-oyatida shunday deb marhamat etadi: "U zot sizlarni onangizning qornida 3 zulmat ichida bir holatdan boshqa holatga o'tkazib asta-sekin yaratdi" deydi. Bu suraga bu 3 zulmatni shunday deb aytadi: bu 3 qavat onaning qorn pardasi, bachadonning pardasi va homilaning pardasi deb aytiladi. 100% javob. Aferin, aferin. To'liqqonli javob bo'ldi. Marhamat, endi o'qiymiz to'g'ri javobni. U sizni onalaringizning qornida 3 zulmat ichida bir yaratishdan keyin boshqa yaratishga o'tkazib asta yaratdi. Rahmat aytamiz aziz qatnashuvchilar. Sunnat guruhi o'zlaringizga navbat beramiz. 15-savol. 15-savolni ochamiz. Temur Amir Kulolning huzuriga ilk bor kelganida necha yoshda edi va unga kimning maktubini topshirdi? Demak, ikkita javob bo'ladi. Necha yoshda edi va kimning maktubini topshirishgan ekan? Vaqtimiz tugadi. Marhamat, Sunnat guruhi kim javob beradi? Amir Temur Amir Kulolning huzuriga otasining xatini olib kelib topshiradi. U vaqtda Amir Temurning yoshi 17-19 yoshlar orasida edi. Turkiston guruhi sizlarga navbat berib ko'rmoqchimiz. Amir Temur bu Amir Kulolning oldiga kelgan paytda bizda taxminan 10 yoshda edi. U otasining yoki Shayx Shamsiddinning maktubini olib kelgan. Rahmat aytamiz. Birlik guruhi. Bizda taxmin javob. Xo'sh. Amir Temur Amir Kulolning huzuriga ilk bor kelganida 19 yoshda edi va ustozi Shamsiddinning maktubini topshiradi. Rahmat aytamiz. Qorachiq jamoasi sizlarda qanday javob? Amir Kulolning huzuriga Amir Temur kelganlarida ilk yoshlari 16 yoshda edi va Samarqand amiri Amir Yahmakning maktubini topshiradi. Rahmat aytamiz. Chipon guruhi sizlarda qanday javob? Bizda javob 19 yoshida 16 Amir Yahmakning maktubini olib keladi. 5 ta guruh javob berdi. Hurmatli qatnashuvchilar, endi ekranga e'tibor qaratamiz. Temur Amir Kulolning huzuriga ilk bor kelganida 16 yoshda edi va unga ustozi Abdulla Qutbning maktubini topshirishgan ekan. Hurmatli qatnashuvchilar, mana savolimizning javobi. Kayfiyatni tushirmaymiz aziz qatnashuvchilar, davom etamiz. 4-guruh, birlik guruhi. Marhamat, savol tanlaymiz.
16-savol. 16-savol, ya'ni yangi bosqichni bizda birlik guruh boshlab berdi. 4-bosqich savol o'qiymiz. Amir Temurning ustozi Samar Tarxon qilichbozlikdan saboq berish asnosida unga qanday usulni o'rgatdi va bu usul ayniqsa qaysi jangda qo'l keldi? O'ylanish uchun vaqt berildi. 30 soniya. Demak, ikkita javob bo'ladi. Qanday usul va qaysi jangda foydali bo'lgan? Vaqtimiz tugadi, marhamat. Birlik guruhi kim javob beradi? Taxmin javob bo'lib turibdi. Qilichbozlik sabog'ining asnosida unga so'ng qo'li bilan ham qilichbozlik qilishni o'rgatdi. Ya'ni o'ng qo'llarni baylab qo'yib, so'ng qo'l bilan ham qilishda jang qilishni o'rgatdi. Ikki qo'lda ham jang qilishni o'rgatdi. Qaysi jang ekanini esimizga tushmay turibdi. Rahmat aytamiz. Agar qaysi jang ekanligini aytganingizda sizning javobingizni balkim qabul qilgan bo'larmidik. Shahnozaxon, marhamat. Amir Temur ustozi Samar Tarxon qilichbozlikdan saboq berish asnosida shunday usulni o'rgatadi. Amir Temurning o'ng qo'lini orqaga qilib bog'lab qo'yib va so'ng qo'li bilan qilich ishlatishlikka o'rgatadi. Chunki Amir Temur birday ham o'ng qo'l va so'ng qo'lida yoza oladigan va ikkala qo'lida ham qilichni o'ynata oladigan mohir jangchi edi. Bu usul unga To'xtamishxon bilan bo'lgan jangda qo'l keladi. Javob to'ppa-to'g'ri. Barakallah Shahnozaxon. Birlik guruhi birinchi javob to'g'ri aytildi, ammo afsuski ikkinchi javobda ozgina xatolashdik. Mayli, endi to'g'ri javobni o'qiymiz. Shahnozaxon, marhamat. Ustozi Samar Tarxon Amir Temurning o'ng qo'lini bog'lab qo'yib, chap qo'lda qilich chopishni o'rgatdi. To'xtamish bilan bo'lgan jangda o'ng qo'li jiddiy jarohatlanib, uni ishlata olmay qolganida chap qo'li bilan jangni xuddi o'sha tarzda davom ettirdi. Rahmat aytamiz, hurmatli qatnashuvchilar. Har bir berilgan javob uchun ham havas bilan qarab turibmiz, ham qiziqish bilan qarab turibmiz. Ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. Qorachi guruhi savol tanlash huquqi o'zlaringizda. 18-savol. 18-savolni ochamiz. Umar radhiyallohu anhu shunday deydilar: musulmonning adashishi uchun 3 narsa kifoya qiladi. Ular qaysilar? Vaqt berildi. Musulmonlarning adashishi uchun 3 narsagina kifoya ekan. Ular qaysilar? Ibratli savol barchamiz uchun. Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Bizda javob musulmonning adashishi uchun 3 narsa kifoya qiladi deb shularni aytgan. Birinchisi o'z aybi bilan boshqalarni ham ayblash, ikkinchisi o'z aybini ko'rmasdan boshqalarning aybini ko'rish, uchinchisi hamsuhbatiga besabab azor yetkazish. Ofarin. Qoyil, to'g'ri javob. Endi o'qiymiz. O'zi ham qiladigan yomon ish bilan boshqalarni ayblash, odamlarning aybini ko'rib o'z ayblarini ko'rmaslik, hamsuhbatiga sababsiz azor yetkazish. Rahmat aytamiz aziz qatnashuvchilar. Demak, barchamizga ibrat bo'ladigan savol ekan. Davom etamiz. Chipan guruhi savol tanlash huquqi sizlarda. 19-savol. 19-savolni ochamiz. Sultoniya yepiskopining esdaligida keltirilishiga ko'ra, Amir Temur qaysi tillarda erkin so'zlashgan va qanday ilmlarga ega bo'lgan? Vaqt berildi. 30 soniya. Demak, ikkita javob bo'ladi. Qaysi tillar va qanday ilmlar? Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Sultoniya episkopining esdaligida keltirishiga ko'ra, Amir Temur qaysi tillarda? Arab, fars, turk tillarida erkin so'zlashgan hamda qanday ilmlarga ega bo'lgan? Arab grammatikasi, nahv, sarf, shundaymi? Fiqh ilmlariga ega bo'lgan. So'na guruhga navbat berib ko'rmoqchimiz. Bizda javob taxmin.
Sultoniya episkopining esdaligiga keltirishiga ko'ra Amir Temur fars, arab, hind, sanskrit, suryoniy, turk tillarini o'zlashtirgan va qanday ilm bo'lsa, ular astronomiya, matematika, tip, lug'at, adabiyot. Rahmat, Turkiston guruhiga navbat berib ko'rmoqchimiz. Amir Temur arab, turk, fors tillarida erkin so'zlashgan. O'rgangan ilmlariga keladigan bo'lsak, eng avvalo Qur'on ilmini to'lig'i bilan bilgan, ya'ni fiqh ilmlarini aniq bilgan, hamda qilichbozlik, tirandozlik, chavandozlik mahoratiga ega bo'lgan. Astronomiya ilmlarini. Rahmat aytamiz. Birlik guruhi. Bizda ham shu taxmin javob bo'lib turibdi. Amir Temur arab, fors va turk tillarini erkin so'zlashgan va u Qur'on ilmini, jang ilmlarini, astronomiya va geografiya ilmlarini ham egallagan deb. Rahmat aytamiz. Shahnozaxon. Amir Temur turk, arab va fors tillarida erkin so'zlashgan va u diniy ilmlar bilan birga harbiy ilmlarni mukammal o'zlashtirib, diniy huquqshunoslik ilmida tengsiz edi. Nima qilamiz? Hakamlar maslahatlashib oladigan bo'ldik. Qaysi guruhning? Qarachiq guruhining javobini oldik. Men ham bu fikrga qo'shilaman. Negaki huquqshunoslik degan so'z aytildi, adashmasam. Endi ekranga e'tibor qaratamiz. Amir Temur arab, fors va turk tillarida erkin so'zlashgan va kalom ilmida va islom huquqshunosligida beqiyos ilmga ega bo'lgan. Feruzbek boshida tillarni juda yaxshi bayon etdi. 3 ta tilni. Ammo Chipon guruhida qaysi javob 75% ga yetmadi? Olim, Chipon guruhida qaysi javob 75% ga yetmadi? Islom huquqshunosini aytmadi. Islom huquqshunosini aytmadi. Faqat tillarga aytildi. Tillar to'g'ri aytdi, lekin ilmlar haqida qaysi ilmga ega bo'lganini aytmadi. Kalmar hayot a'zolarining javobi bilan kelishamiz. Bahs munozaraga o'rin yo'q. Davom etamiz, hurmatli qatnashuvchilar. Sunal guruhi, marhamat. 17-savolni ochamiz. Atom markazi nimalarga bo'linadi? Bu nechanchi yilda qaysi olim tomonidan kashf etildi? Vaqt berildi. Demak, nimalarga bo'linadi? Bir javob. Nechanchi yili? Ikkinchi javob. Qaysi olim? 3 ta javob bo'lishi shart. Ramazon. 17-savolga bizda Sunal guruhi a'zolari javob berishadi. Vaqtimiz tugadi. Bizda javob taxmin 1448-yili Newton tomonidan kashf etildi. Markazi bo'linadi mitoxondriya, sitoplazma deb o'ylabdim. Rahmat aytamiz. Turkiston guruhi, sizlarda qanday javob? Bizda javob atom markazi proton va neytron bo'lib ikkiga bo'linadi. Buni 1932-yili James Chadwick degan olim kashf etgan. Ofarin! Turkiston guruhi barakallah. Hakamlar hay'ati a'zolari ham olqishlab o'tiribdi. Bu javobdan xursand bo'lganligini ko'rib turibdi. Endi to'g'ri javobni o'qiymiz. Atom markazining o'zi ham proton va neytronga bo'linishini 1932-yilda ingliz olimi James Chadwick kashf etgan. Rahmat aytamiz va o'zlaringizga navbat beramiz. Turkiston guruhi qaysi savolni tanlaymiz Shohlapay? 20-savol. 20-savolni ochamiz. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh bir ziyofatga bordilar. Ziyofat ahli kechikib qolgan bir odamni g'iybat qila boshlashdi. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh ularga qanday tanbeh berdilar? Vaqt berildi 30 soniya. Javob tayyor. Marhamat, javobni eshitamiz. Ibrohim Adham shunday deb aytadi, o'z nafsiga qarata aytadi: "Ey nafsim, agar sen bo'lmaganingda men sening ochko'zliging bo'lmaganda shu ziyofatga bormas edim va g'iybatni eshitmagan bo'lar edim." degan ma'nodagi gaplarni degan ma'noda aytadi va nafsini 3 kun ochlik bilan jazolaydi. Tashakkur. Birlik guruhi. Ibrohim, bizda ham taxmin javob. Ibrohim ibn Ahmad rahmatullohi alayh nafsiga qarata shunday deb aytadi:
g'iybat qilganlarida nafsiga qarata ey nafsim sen g'olib kelmaganda men bu ziyofatga bormagandim deb aytadi shu ma'noda va nafsini 40 kun jazolaydi. Aziz qatnashuvchilar, savolga ko'proq e'tibor bergan bo'lardik savolga. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi ularga, ya'ni g'iybat qilgan insonlarga qanday tanbeh berganligi haqida so'ralyapti. Davom etamiz. Qorachiq guruhi. Sizlar ular kelmasdan turib ovqatlanib oldingizlar. Endi chiqib tishlaringizni tozalangizlar deb aytadi. Rahmat aytamiz. Chipon guruhi. Senlarga la'nat bo'lsin. Senlar sabab quloqim bilan aytgan g'iybatlaringizni eshitib gunohga botdim deydi. Suna guruhi. Ibrohim ibn Adham shunday javob beradi. Odatda ziyofatda odamlar birinchi non yeb, shundan keyin go'sht yer edilar. Sizlar esa birinchi go'sht yeb, shundan keyin non yedinglar. Ya'ni barakallah. Mana biz kutgan javob. Sevinch, ofarin. Endi o'qiymiz to'g'ri javobni. Ajoyib-ku, odamlar avval non, keyin go'sht yer edi. Sizlar esa nondan oldin go'sht yedilaring deb ularga tanbeh berdilar. Rahmat aytamiz aziz qatnashuvchilar. Davom etamiz. So'nggi bosqichni bizda boshlab beradi. Qorachiq guruhi marhamat. 24-savol. 24-savolni ochamiz. Abu Bakr Varroq rahmatullohi alayhi aytadi. Alloh taolo bandalaridan oltin narsani talab qiladi. Shularni aytib bering. Vaqt ketdi. Aziz qatnashuvchilar, ushbu bosqichda bizning savollarimiz qiyinlashadi. Buni barchamiz yaxshi bilamiz. Qiyin savollar. Alloh quvvat bersin, ilmlaringiz ziyoda bo'lsin, esda saqlash qobiliyatlaringizni yana bir marta ishga tushirib javoblarni aytamiz endi. Boshqa guruh a'zolari javobni yozib beramiz. 6 javob bo'lishi shart. Boshqa guruh a'zolari javoblarni yozma ravishda beramiz. Suna, Chipon, Birlik javobni yozma ravishda hakamlar hay'ati a'zolariga topshiramiz. Qorachi guruhi marhamat, javobni aytamiz. Shahnozaxon kim javob beradi? Nargizaxon. Alloh taolo bandalaridan bandasidan 6 ta narsani talab qilardi. Bu birinchisi Alloh taolo bandaning qalbidan talab qiladigan 2 ta narsa. Bu Allohning amrini ulug'lash, ikkinchisi Allohning maxluqlariga muloyim bo'lish. Ikkinchisi Allohning bandalarining 2 ta narsa, bu tildan talab qiladigan narsa, bu Allohning birligini iqror qilish, xalqqa rostgo'y va muloyimlik bilan javob berish. Uchinchisi bu bandaning butun a'zoyisidan talab qiladi. Allohning amrlariga bo'ysunish, qaytargan narsalardan qaytishi. Oxirgisi Allohning maxluqlariga muloyim munosabatda bo'lish. Aferin. Qoyil. To'lqonli javob. Juda ham bir chiroyli javob bo'ldi. Mana haqiqiy kitobsevarlar klubining 100 kitob o'qigan a'zolarining natijasi. Endi javob beramiz. O'qiymiz to'g'ri Shulardan javobni. 2 narsani bandaning qalbidan Allohning amrini ulug'lash, ikkinchisi Allohning maxluqlariga shafqat qilish. 2 narsani bandaning tilidan talab qiladi. Birinchisi Allohning birligini iqror qilish, ikkinchisi xalqqa rostgo'ylik va muloyimlik bilan gapirish. Qolgan 2 narsani bandaning butun a'zoyi badanidan talab qiladi. Birinchisi Allohning amrlarini bajarish, qaytargan ishlaridan saqlanish, ikkinchisi Allohning maxluqotiga muloyim bo'lish. Barakallah. Aziz qatnashuvchilar, ushbu savolni tuzgan tashkilotchilar adashmasam bizning kitobsevarlar klubi a'zolari javob berisha olmaydi degan niyatda qo'ygan bo'lishi mumkin, ammo 100% javob kitobxonlarning haqiqatan ham zo'r kitob o'qiganlarini ko'rsatib turibdi. Yana bir marta tasanno davom etamiz. Hurmatli qatnashuvchilar, savol tanlash huquqi Chipon guruhiga beriladi. Marhamat. 22-savol. 22-savolni ochamiz. Sa'diy rahmatullohning agar g'oyib bo'lsa do'st ey yaxshi nom deb boshlangan 4 qator nazmiy hikmatini aytib bering. Vaqt berildi. Javob tayyor. Marhamat, javobni eshitamiz. Ofarin Chipon guruhi vaqt talab qilmadi. Agar g'oyib bo'lsa yaxshi do'st agar g'oyib bo'lsa do'st ey yaxshi nom, unda 2 narsa do'stlarga harom. Biri botil yo'ldan molini yemoq,
biri g'iybat ila nomini demoq. Barakallah. Ofarin. Mana haqiqiy kitobsevarlar, mana bizning 100 kitob o'qigan kitobsevarlar klubi a'zolarining mehnatining natijasi. Aziz kitobsevarlar, sizlarni bilmadimmi, ammo mehmonlar bilan birga men bugun mana shu yerda hakamlar a'zolari bilan birga rohatlanib o'tiribmiz. Yana bir marta qarsaklar. Dinoraxon, endi to'g'ri javobni o'qing. Agar g'oyib bo'lsa do'st, ey yaxshi nom, undan ikki narsa do'stlarga harom. Biri botil yo'ldan molini yemoq, biri g'iybat bilan nomini demoq. Ofarin, ofarin. Xo'p, hurmatli qatnashuvchilar, So'noq guruhi 23-savol. 23-savolni ochamiz. Ibn ad-Dug'anna Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga qanday go'zal ta'rif berdi va qay yo'l bilan hijratdan olib qoldi? Vaqt berildi. Ibn ad-Dug'anna Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga qanday go'zal ta'rif bergan ekan va qay yo'l bilan hijratdan olib qolgan ekanlar? Vaqtimiz tugadi. Marhamat, So'noq guruhi javob berishsizlarda. Ibn ad-Dug'anna Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga shunday go'zal ta'rif berdi. Uni muloyim, vazmin va go'zal xulq egasi deb Abu Bakr roziyallohu anhuni hijrat sen oshiqma, sen olamdagi eng yaxshi odam bilan hijratga chiqasan, chiroyli tarzda hijrat qilasan degan. Tashakkur. Turkiston guruhi sizlarda qanday javob? Ibn ad-Dug'anna Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga shunday deb ta'rif beradi. Ya'ni sen ey Abu Bakr, sen kabilar chiqmaslar va chiqarilmaslar. Sen zaifga yordam beruvchisan, ochni to'ydiruvchisan, mehmonni ziyofat qiluvchisan, silai rahim qiluvchisan. Ya'ni boshqalar qilmagan yaxshilikni qiluvchisan. Men seni o'z himoyamga olaman deb o'z uyingda ibodat qilaver deb Makka ga qaytdan olib boradi. Qabul qilamiz. Barakallah Nigoraxon, endi o'qiymiz to'g'ri javobni. Ey Abu Bakr, sen kabilar chiqmaslar, chiqarilmaslar. Albatta sen yo'qsilga ato berasan, silai rahm qilasan, zaifga yordam berasan, odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasan, mehmonga ziyofat berasan, falokatga uchraganlarga yordam berasan. Men sening kafilingman, ortingga qaytib Robbingga o'z yurtingda ibodat qilaver, dedim. Rahmat aytamiz hurmatli qatnashuvchilar, chiroyli javob, tashakkur. Va aynan mana shu to'g'ri javobni bergan Qorachi guruhi. Chiroyli javobdan hayajonlanib guruhlarning nomlarini ham adashtiryapmiz. Demak, bu sizlarga bo'lgan mehr-muhabbatning yana bir ko'rinishi. Turkiston guruhi, davom etamiz. 21-savol. 21-savol. Hazrat Abu Bakr Siddiq Usomaning qo'shnini jo'natayotib, ularga qanday tavsiyalar berdilar? Vaqt ketdi. O'ylash uchun 30 soniya beriladi bizda. Hazrat Abu Bakr Siddiq Usomaning qo'shinini jo'natib, ularga qanday tavsiyalar bergan ekanlar? Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Bizda taxmin javob bo'lib turibdi. Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Usoma roziyallohu anhuni yuborib turib, shunday deb nasihat qiladi. Ey Usoma, Allohning tavfiqiga qarab yur, ya'ni Allohdan yordam so'ranglar deya turib, u yerga borganlaringda daraxtlarni kesmanglar, o'rmonlarni o'rtamanglar, yosh bolalar hamda ayollarga tegmanglar, ziyon zahmat yetkazmanglar. Sizga qarshi chiqqanlarni o'ltiringlar deydi. Ya'ni bu islom dinida eng avvalo senlar uni dinga chaqiringlar deydi, keyin unga unamasa jizya to'lasin deydi, unga ham unamasa urush qilinglar deb shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zini yetkazadi. Demak, Turkiston guruhi 75% ga yetmadi javob. Birlik guruhi Javob yo'q. Javob yo'q. Qorachi guruhi Hazrati Abu Bakr Siddiq Usoma roziyallohu anhuning qo'shinini jo'natayotib, unga shunday tavsiyalar beradi: "Ey Usoma, Allohning tavfiqiga va Allohning so'zi ila yur. Borgan yerlaringda
shu hududning egalariga, ya'ni shu podshohlikka yoki shu amirlikka 3 ta narsani taklif qil. Ular ya'ni birinchisi bo'lib Alloh taolaga iymon keltirib musulmon bo'lsin va senlar bilan birodar bo'lsin. Agar unga ko'nmasa, ularni majburlab dinga kirgizma va ulardan jizya to'latib, jizya to'lashlariga rozi bo'lib, ular bilan yaxshi munosabat o'rnat va agar bu ikkalasiga ko'nmasa ham Alloh ikkalangizning o'rtangizni hal qilguncha jang qilinglar va jang qilgan paytlaringda ayollarni va keksalarni, yosh bolalarni o'ldirmanglar, daraxtlarni yoqmanglar, inshootlarni buzmanglar va Alloh taolaning tirik va jonli va jonsiz narsalariga ozor yetkazmanglar dedi. Rahmat aytamiz. Chipon guruhga navbat berib ko'rmoqchimiz. Hazrati Abu Bakr Siddiq Usoma raziyallohu anhuning qo'shinini jo'natayotib ularga qilgan tavsiyalari shunday: ey Usoma, borgan yerlaringda daraxtlarni, yemish daraxtlarni kesmanglar, xurmolarni mevali daraxtlarni, xurmolarni kesmanglar. Borgan yerlaringda bola chaqa, ayollarga, qarilarga tegmanglar. Uylarni yoqmanglar. Borgan yerlaringda 3 narsa taklif qilinglar. Birinchisi islomga da'vat qilinglar. Agar unga ko'nmasa, ikkinchi o'z dinlarida qolib jizya to'lab o'tirishini aytinglar. Unga ham kelishmasa urush qilinglar va qachonki shu borgan yerlaringda odamlarni sochlarini bosh tarafini o'rtasidan oldirib, shu ikki tomonda sochini o'rab qo'ygan, o'rib qo'ygan odamlarni ko'rsanglar, ana shu odamlarni shu sochini oldirgan yerdan qilich uringlar degan ma'noda aytgan. Ibodatni kanda qilmanglar degan. Rahmat aytamiz. Sunnat guruhi sizlarga navbat berib ko'rmoqchimiz. Hazrati Abu Bakr Siddiq Usoma qo'shinini jo'natayotib ularga aytadi, shu borgan joylaringda birinchi daraxt suv bor joyga, yaqin joyga joylashib daraxtlarni kesmanglar, yosh bolalar va ayollarni o'ldirmanglar. Haligi xurmo daraxtlarini kesmanglar. Ya'ni Chipon guruhi a'zolarining bergan javobiga o'xshaydi, to'g'rimi? Rahmat aytamiz. Aziz qatnashuvchilar, 5 ta guruhning javobini tingladik. Endi ekranga e'tibor qaratib, to'g'ri javobni bilib olamiz. Xiyonat qilmanglar, birovni aldamanglar, o'ljadan berkitib olmanglar, o'lganlarga tegmanglar, yosh bolani va qari kishilarni o'ldirmanglar, xurmolarni kesmanglar va kuydirmanglar, mevali daraxtlarni kesmanglar, qo'y, sigir va tuyalarni yeyishdan boshqaga so'ymanglar. Mana biz kutgan javob, aziz qatnashuvchilar. Davom etamiz. Birlik guruhi savol tanlaymiz. Marhamat, so'nggi savol, so'nggi bosqichning 25-savol. 25-savol. Hazrati Abu Bakr Siddiqning vafotlari mavzusiga kiritilgan va Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinib, Abu Bakr Siddiqqa berilgan ulug' bashorat aks etgan hadisni ayting. Vaqt berildi 30 soniya. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, javobni eshitamiz. Taxmin javob. Xo'sh. Abu Bakr Siddiqqa berilgan bashoratdan shunday deydi, ya'ni bu Abu Bakr Siddiq jannat bashorati berilgan sahobalardan biri deb degan ma'noda aytadi. Rahmat aytamiz. Qorachi guruhi sizlarga berib ko'rmoqchimiz navbatni. Abu Bakr roziyallohu anhuning ulug' bashorat aks ettirilgan hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday deydi. Payg'ambarimiz bir kun masjidda o'tirib sahobalardan so'radilar, bugun kim miskinning holidan xabar oldi dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu men dedilar. Bugun kim bemor ziyoratiga bordi dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu men dedilar. Bugun kim janoza namoziga qatnashdi dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu men dedilar. Kim aytdim. Kim miskinni taomlantirdi dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu men dedilar. Kim roza tutdi dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu men dedi. Shunda payg'ambarimiz ey Abu Bakr, albatta siz jannatning 8 eshigidan chaqiriladigan kishisiz dedilar. Rahmat aytamiz. Shahnozaxon, Chipon guruhiga navbat berib ko'rmoqchimiz. Javob yo'q.
Suna guruhi Abu Hurayradan rivoyat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deb aytiladi. Kim bir juft narsani Alloh yo'lida infoq qilsa, jannatda unga shunday deb nido qilinadi. Ey bandam, kim namoz ahlidan bo'lsa, namoz eshigidan kirsin. Kim ahli roza bo'lsa, rayyan eshigidan kirsin. Kim urush ahlidan bo'lsa, urush eshigidan kirsin. Kim sadaqa ahlidan bo'lsa, sadaqa eshigidan kirsin deydi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu savol qo'yadi. Ey Allohning rasuli, mana shu eshiklarning hammasidan kirsa zarar yo'qmi? O'zi birorta inson bormi shu eshiklarning barchasidan kiradigan deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb javob beradi. Umid qilamanki, ey Abu Bakr, sen o'shalardan bo'lasan deydi. Afarin! Barakalloh. Qancha olqishlasak ham arziydi. Juda ham to'g'ri va chiroyli javob bo'ldi. Endi o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim bir juft narsani Allohning yo'lida infoq qilsa, jannatda nido qilinib, ey Allohning bandasi, bu yaxshilik deyiladi. Bas kim ahli namozdan bo'lsa, namoz eshigidan chiqarilur. Kim ahli urushdan bo'lsa, urush eshigidan chiqarilur. Kim ahli sadaqa bo'lsa, sadaqa eshigidan chaqirilur. Kim ahli ro'zadan bo'lsa, rayyan eshigidan chaqirilur dedilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, ey Allohning rasuli, birov o'sha eshiklarning hammasidan chaqirilsa zarar yo'qmi? O'zi biror kishiga o'sha eshiklarni hammasidan chaqiriladimi dedi. Ha, umid qilamanki, sen o'shalardan bo'lasan dedilar. Barakallah Suna guruhi. Hurmatli qatnashuvchilar, bugun salkam 3 yildan buyon bo'layotgan, davom etayotgan KSK klubining so'nggi bellashuvida yana bir narsaga amin bo'ldikki, bizning maqsadimiz bekor bo'lmabdi. Mana shu yerda har shanba kuni bo'ladigan bilimdonlar bellashuvida aziz qatnashuvchilarning bilimlarini ko'rib, ilmlarini ko'rib havas bilan qarab o'tiribmiz. Hozir qaysi guruh g'olib ekanligini aytish uchun navbatni Hakalmar hay'at a'zolariga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, hurmatli bilimdonlar, hurmatli mehmonlar. Bugun musobaqa juda ham o'zgacha bo'lib o'tdi. Biz asli bugungi musobaqada ancha qiyin savollarni qo'ygandik. Lekin bizning ishtirokchilarimiz juda ham yaxshi tayyorgarlik bilan kelgan ekan. Mana kecha yaqinda musobaqamiz boshlanganda mana yakuniga ham yetdi. Bu kitobsevarlar klubi hayotimizning bir bo'lagiga aylangan edi. Har haftani intiq bilan kutardik hammamiz. Hatto barimiz bir oila kabi bo'lib qoldik. Bugungi musobaqada Chipon jamoasi 6 ballni qo'lga kiritdi. Turkiston jamoasi 11 ballni qo'lga kiritdi. Turkiston jamoasida Mehnisa qizimizga alohida rahmat. Har doim tanqid savollari ham to'g'ri chiqadi. Sunoq jamoasi 13 ballni qo'lga kiritdi. Va Sunoq jamoasida ham Navbat qizimiz bugun juda qiyin savollarga javob berdi. Va Qarachiq jamoasi 18 ball bilan bugun g'olib bo'ldi. Birlik jamoasini aytmoqda. Birlik jamoasi. Qarachiq jamoasi bugungi so'nggi 129-sonli bilimdonlar bellashuvining g'olibi. Qarachiq jamoasida bugun eng qiyin savol biri bu tushgan. Xumalay tomon tushdi. Unga ham juda ham zo'r javob berdi. 100% javob berdi. 100% javob berdi. Aziz qatnashuvchilar, hozir mana olim ham hayajonlanib gapiryapti. 129 hafta bu hazilakam vaqt emas, hurmatli qatnashuvchilar. Salkam 3 yilga yaqin vaqt mobaynida mana shu yerda har shanba kuni vaqt topib kitob o'qishda charchamasdan ham uyning ishini eplab, ham mana davlatning ishini eplab, ham mana shu yerda ilm olish u men degan insonlarning qo'ldan keladigan ish emas. Sizlarning har bir chiqishlaringiz, har bir bergan savollarga javoblaringiz nafaqat mana shu yerda o'tirgan mehmonlarga, balki bizni YouTube va boshqa tarmoqlardan tomosha qilayotgan qadrli muxlislarimizga ham ibrat bo'layapti. Aziz qatnashuvchilar, bugun bizning bilimdonlar bellashuvimizga KSK klubiga Qo'shni O'zbekiston Respublikasidan aziz mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Hozir sizlarning ruxsatlaringiz bilan mana shu mehmonlarimizni qarsaklar bilan davramizga taklif etsak.
Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining prezidenti, Butun dunyo yozuvchilar tashkiloti boshqaruv kengashining a'zosi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamda O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasining a'zosi, Xalqaro butun jahon xalq ijodkorlari uyushmasi raisi, 2020-yildan Yevroosiyo xalqlari assambleyasi a'zosi, Yevroosiyo xalqlari assambleyasining adabiy kengashining raisi, Kengashning O'zbekistondagi ham raisi, xalqaro adabiy ekspert, xalqaro Rossiya Rus filologiyasi akademiyasi, hozirgi zamon baynalmilal madaniyat akademiyasi hamda Turon fanlar akademiyasining a'zosi, telejurnalist, taniqli shoir, yozuvchi, adabiyotshunos Abdulla Ahmadovich Menqobilov. Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining xalqaro adabiy, madaniy va ma'rifiy masalalar bo'yicha vitse-prezidenti, akademik, xalqaro Ahmad Yassaviy mukofoti laureati, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, Tojikiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, xalqaro Chingiz Aytmatov akademiyasining faxriy akademigi, Issiqko'l forumi elchisi, Rossiya Federatsiyasi xalqaro tilshunoslik akademiyasining akademigi, Temuriylar epopeyasi 25 jildlik romani hamda 15 ga yaqin roman pamfletlar muallifi, taniqli shoir va yozuvchi Nurali aka Qobulovich Xolbotayev. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining professori, xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining vitse-prezidenti, ilmiy kengash raisi, akademik, adabiyotshunos olim Adhambek aka Kamolovich Alimbekov. Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining tarix va ijtimoiy fanlar bo'yicha vitse-prezidenti, akademik, yassaviyshunos va tarixshunos olim Ziyoyev Abdumanob aka Abdulazizovich. Aziz mehmonlar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum muhtaram do'stlar. O'g'lini maktabga yubordi podshoh, qo'yniga kumush taxtacha qilib joy. O'g'lim shu so'zlarni doim ayla yod, otaning mehridan afzal jabri ustod. Yaxshi ustozlaring ko'p bo'lsin. Va ilk so'zni bizning jamoamiz nomidan ustozim Nurali aka Qobulovga havola qilaman. Xo'sh, salom va sevgilar aziz bo'taloqlarim va ustozlar, yaxshimisizlar? Men shu ikkinchi bor ko'rdim odamlar to'planib kitob o'qiganini. Birinchisi bir Jizzaxda kitob bayramiga borganimizda Sharof Roshidov nomidagi axborot kutubxona markazi bor. Shu yerda biz bordikda qarasak o'tirishga joy yo'q. Shu qadar ko'p odamlar o'qiyotgan ekan. Mana hozir mana shu yerda shu holatni ko'rdim. Demak, eskidan bir ota so'zimiz bor, avval Qur'on, so'ngra non degan. Qur'onda o'qigan bo'lsalaring 811 joyida ilm degan gap bor. 811 joyida johilning ibodatidan olimning uyqusi afzaldir degan hadis bor. Siz masalan qip-qizil johil bo'lsangiz, gumroh bo'lsangiz, 1000 yil namoz o'qisangiz ham siz bu haqiqiy mo'min musulmon bo'la olmaysiz. Siz dunyodagi barcha dinlarni bilishlaring kerak. Mana shu Juhudlarning kitobi Tavrotni varaqlasalaring, yasha degan so'zdan boshlanadi. Bu degan insonni yashatgin, yashashiga imkon yaratib bergin degan. Bibliyada sev degan boshlanadi. İnsonlarni sev deydi. Lekin xristianlar, nasroniylar insonlarni seva olmadilar. Bizning muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda o'qu, iqra ba iqra. Bu ahvolda sizlarni ko'rib turib, sizlarni tavob qilish kerak. Ming rahmat sizlarga. Lekin bu yerda men alohida bir narsani ta'kidlashim kerak. Men Abdurahmon aka, men hozir Atlanbekga aytib o'tirdim. Bu odam yuzidan farishtalar odam ekan. Keyin xalqimizda shunday ibora bor, jonga yaqin odam deydi. Bir jonga yaqin odam ekan. Masalan, bir ko'rganingizdan yaxshi ko'radigan odam bor. Bir ko'rganingizdan assalomu alaykum lekin dasvidani deydigan odam bor-da. Odamlar ikki xil bo'ladi. Bu shunday odam ekan, men qilgan ishlarini ko'rdik, bir ikki kundan beri suhbatlashdik.
Qaniki endi bunday odamlar uzr kechirasizlar. O'zbekistonda Alisher Usmonov bo'lishingiz mumkin, lekin Rahimjon aka bo'la olmaysiz. Sizlarni Xudo yarlaqan odamlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. O'qinglar, sabab o'sha payg'ambarimiz aytganlar-ki, Chinda bo'lsa ham borib ilm qil. Sabab Chin o'sha paytda kofir bo'lgan. Tasavvur etinglar, payg'ambar aytayapti, musulmon aytayapti, kofirdan bo'lsa ham borib ilm o'rgan deyapti. Shuning uchun suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biror bir fikrlaring bo'lsa sizlardan eshitaylik, savollaringiz bo'lsa javob beraylik va muloqotimiz davom etsin. Ma'qulmi? Mayli. Qara, mana davom etdik. Mani nazarimda ustoz juda yetkazib gapirdilar. Lekin millatning bolasini millat deb yongan odam uchun begonasi bo'lmaydi. U O'zbekistonda bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, hattoki o'sha non emas Xitoyda ham bo'lsa ham o'sha millat deb yuragi og'rigan odam o'zini millatdoshlarini sog'inadi va ularni albatta qudratli, bilimli va dunyo xalqlari oldida nufuzli bo'lishini juda istaydi. Abdurahim akani maqsadlarini men shunday tushundim. Millatni bolasi olim bo'lsin. Millatni bolasi uddaburon bo'lsin. Hozir O'zbekistonda ham bir shaxsiy siyosat bor. Hozir ko'proq shu ayollarni, qizlarni to'plab bir narsalar o'rgatishga harakat qilyapti. Chunki ertaga oilani baribir farzandlar tarbiyasi onaga bog'liq deb. Shuning uchun men o'tganlarni qaytarib yotmay, takrorlamay, bizga va'da beringlar. Shu bundan ham yaxshi o'qiymiz. Baxtimizga Abdurahim aka va bu kishiga o'xshagan saxovatpesha insonlar ko'p bo'lsin va albatta ular o'sha millatni oydinlarini tarbiyalash kerak. Millatni oydinlari tarbiya topmasa va u tarbiya topganda ham ertaga Jekchanga o'xshab, boshqasiga o'xshab topgan pulim o'zimniki deb boy bo'lib millatga sal qayishadigan bo'lmasa, bundan Xudo saqlasin. Shuning uchun bu borada sizlarga omad tilayman. Ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. Unutding-a, do'stkanam. Hech yo'qlamay ketding-a. Ko'chalarida goh ko'rsam ko'zlar yumib o'tding-a. Yuragingga qaynomard muz parchasin soldi ayt, haq do'stdan yuz o'girding burning ko'kka yetgan payt. Mayli dedim. Lek hislar iskanjaga oldi-ku, qarog'imda muz turqing muhrlanib qoldi-ku. Shunda ko'zdan g'iltillab mehrlarim tomdi ey, yurakdagi hasratdan ko'ksimda o't yondi ey. Dushman emasdir, adashgan do'st yov bo'lar, kibri havo, manmanlik chin do'stlikka g'ov bo'lar. Boryapman, ko'zlar nam, yurakkinam lang ochiq. Tegadi tosh otsang ham, toshni tashla do'stkinam, huzurimga peshvoz chiq. Adhambek akaga Toshkentda aytsam eshitmaydi, bu yerda eshitsin. Shu she'r do'stimiz, akamiz, sizlarni jigarlaring bevosita Turkistonda tug'ilgan aka Abdumanap aka ham, Adhambek aka ham. Bu she'r Adhambek akaga bag'ishlangan. Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasini 20-fevraldagi qarori bilan mana shu xalq manfaatlari yo'lida borini ayamayotgan saxovatpesha inson, sizlarda bir yaxshi ustozlaring, murabbiylaring Rahimbay og'a, Sattor o'g'li Qo'shqorovni Xalqaro adabiyot akademiyasi o'zi ta'sis etgan adabiyot va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi uchun deb nomlangan medali bilan taqdirlashga qaror qildi.
haqli yo'lini bering. Xo'p. Endi yangiliklar, yaxshiliklar qo'shaloq bo'lgani yaxshi. Ustoz akademiyamizni faxriy yorliqlari bilan ham taqdirlanganlar. Ustozimiz qurollikka topshiradilar. Ramzan aka Qo'shqorov. Mana bu kitobimni ham topshiraman. Bu odam meni ham og'aynim bo'ladi, bu kishi ham og'aynim bo'ladi. Bu ham asli yo o'zbek yo qozoq, oti Abdutramp bo'lgan. Biz bu odam bilan Leningradda ko'rishganmiz. Bu odam rosa qizlar Abdutramp deng. Atrofida bir 15 ta qiz yurtdi, qoyil. Qizlar yaxshi ko'radi, odam yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Rahmat, katta rahmat. Tramp ali desa ham bo'ladi. Birga o'qiymiz, ha? Endi so'zni akademiyamizni o'sha xalq tarix, qadimiy madaniyat yo'nalishi bo'yicha tadqiqotlarini boshchisi vitse-prezidentimiz muhtaram Ziyoyev Abdumannob Abdulazizovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar. Assalomu alaykum. Mana shu yerda o'tirgan barcha yoshlarimiz, mana shu yerda qara ko'zlarimiz o'tiribdi, ilmga intilgan. Mana bugungi musobaqadan ko'rib juda men xursand bo'ldimki, demak mana shu Turkiston diyorida birinchi bor tashkil etilgan kitobsevarlar klubida 100 kitob mutolaasi deb nomlangan musobaqa bu. Bunday olib qaraganda intellektual salohiyatini belgilash, shularga olgan ilm darajasiga qarab ularning saviyasini aniqlash bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqa. Albatta bu tahsinga sazovor. Bu musobaqa albatta bu muallifi mana shu ukamiz Rahimjon Qo'shqorov bo'ladi. Bu hali hech yerda bunaqa ko'rinishda hali tatbiq etilmagan musobaqa hisoblanadi. Shuning uchun o'tgan yili biz Ahmad Yassaviyga bag'ishlangan film olish maqsadida Favora film bilan hamkorlikda kelgan paytimizda o'sha Favora filmning direktori juda havas qilib O'zbekistonda ham tatbiq qilsak bo'lar ekanda dedi, lekin hali uni uddasidan chiqa olmayapti. Buning uddasidan chiqish uchun albatta bunga juda katta mehr kerak, unga harakat kerak, unga moliya kerak. Shunaqa ko'p o'zi hali kitobda yozilmagan juda ko'p muammolar bor. Shularni hal qilish uchun juda ko'p unga intilish kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, bu kitobsevarlar klubini aynan Turkistonda tashkil etilishi ham bu bejizga emas. Bu bejizga emas. Negaki Turkiston o'zi aslida avliyolar yurti. Aslida bu yerdan juda ko'p olim fuzolar chiqqan. Bu yerda o'sha davr 1000 yillar davomida ham shunaqa ulug' insonlar ko'p chiqqan. Mana bugungi kunga qadar ham mana shu Turkistondan men endi bu yerda Turkiston deganimda atrofidagi barcha qishloqlarni hisobga olib aytayapman. Juda ko'p olimlar, juda ko'p davlat arboblari chiqqanligiga guvoh bo'lamiz. Nimaga? O'sha bu boshlagan traditsiya bundan 1000 yillar oldin ham shu davom etib kelingan. Shu yerda otadan bolaga, boladan da yana davom etib o'tib boravergan. Ana shu sababdan ham o'qishga, ilm olishga intilish bu yerda o'zgacha bir maqomga ega bo'lgan. Mana shuni davomchisi bo'lib Rahimjon mana musobaqani nima qilyapti? Men o'ylaymanki, bu kitobsevarlar klubi nima deydi? Bu Turkistonda nima deydi buni? Baya bir nima qildim. Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerdagi Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomiz mana bu yerda yotibdilar maqbarasida.
ana shularni ham ruh paklari balkim qo'llab-quvvatlayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerga juda ko'p dunyoning har turli burchaklaridan shu yerga kelib ziyorat qilish bahonasida keladi va ziyorat qilgandan keyin bu yerda o'tgan insonlarni eslab ularga ham Qur'on bag'ishlab ketishadi. Mana yana bir yaxshi bir nima qilinibdi? Allomalarning suratlarini qachon o'tganliklarini bitga suratlarni qo'yib qo'yishibdi. Bu ham bejizga emas. Shuning uchun men istardimki, mana shu traditsiya 1000 yillar davomida davom etib kelayotgan traditsiya yanada rivojlanishi uchun, yana davom etishi uchun bu ish boshlangan. Men o'ylaymanki, bu ishning oxiri xayrli bo'ladi va ham savobli bo'ladi, ham barakali bo'ladi deb o'ylayman. Endi yana bitta narsa, bu yerda Rahimjon bitta o'zi hech narsa qila olmaydi. Buni hammangiz juda yaxshi bilasizlar. Ideya bundan chiqqan bilan uni atrofidagi uning komandasi deymiz, birgalikda shu ham fikr, ham maslak bo'lib yurgan insonlar bo'lgani sababli buni ishi o'ngidan kelyapti. Albatta boshchi bo'l, o'ngidan kelyapti. Mana shunday ishlarni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirilyapti. Endi mana shu Turkistonda Ahmad Yassaviy maqbarasi mana yonimda Mamasal aka bu yoqqa keling siz ham. Men bu ikkita inson to'g'risida ozgina aytib o'tmoqchiman. Sababi mana shu nimaga ham taalluqli joylari bo'lganligi uchun yonimda turgan Nosir aka Hamroqulov bu Ahmad Yassaviyning maqbarasining nimasini maketini suvenir qilib ishlaydi va qozonni. Qozon albatta bizning qishloq Qarnoqda quyilganligini hamma biladi, butun dunyo biladi. Ana shu qozonni juda mahorat bilan maketini ishlab, hatto mana shu davlat arboblariga ham sovg'a qilgan nimalarni bilamiz. Nazarboyev bor, boshqasi chet eldan kelgan katta-katta arboblarga sovg'a qilingan. Shuning uchun bu yerda bu kishining ham hissasi bor deb o'ylayman. Uni yonida turgan Muhammad Solih aka Ziyayev, mening katta akam bo'ladi. Bu bizlar aslida Xo'ja Ahmad Yassaviyning istidodli shogirdi Sulaymon Boqirg'oniyning avlodlari bo'lamiz. Endi Sulaymon Boqirg'oniy bu mana shu Qarnoq qishlog'ida tug'ilganligi to'g'risida menda juda ko'p manbalar, qo'lyozma manbalar bor. Shular asosida bu o'z isbotini topgan. Shu asosida mana katta kitoblar yozilib, nashrga tayyorlanib, hozir topshirish arafasida turibmiz. Xudo xolasa topshirsak, ularning hikmatlarini mana bugungi kunga qadar Sulaymon Boqirg'oniyning 100 ta hikmati kitob bo'lib chiqqan bo'lsa, mening kitobimda hozir 550 hikmati bor, yangi. 550 hikmatining ichida 7 ta, 8 ta hikmatida mana shu Turkiston diyorida tug'ilganligini, bu diyorni sog'inish bilan yashaganligini, g'ariblikda yashaganligi to'g'risida hikmatlari bor. Mana shu bitta hikmatida aytadi, oxirgisini nima aytaman? Arzu qilgim tug'an yerim Savronning adog'i senga deydi. Yana bir boshqa qo'lyozmada keladi. Arzu qilgim tug'an yerim Turkiston, ya'ni Turkon senga deb yozgan joylari bor. Demak, o'ylaymanki, u kishi mana shu diyorda tug'ilib o'sgan. Mana endi akamni bu yerga chaqirishda maqsad, bu kishi ham bizning qishloqni hokimi bo'lib ishladi. Kentovda nima deydi? Kentov hokimiyatida o'sha katta nimalarni ishlab nima qilgan. Hozir bu ikkalasi ham pensiyada, ya'ni shu rayonimizning, aytaylik, shahrimizning boyagi ko'zga ko'ringan fuqarolardan hisoblanadi. Men aytmoqchi bo'lganim, menga maslakdosh bo'lib, yonimda birga yurib, mana shu ishlarni amalga oshirishimda Muhammad Solih akam, naryoqda o'tirib Abdulla akam, ana shular barchasi menga yordamining orqasida men mana shunaqa muvaffaqiyatlarga erishyapman. Shuning uchun fursatdan foydalanib mana shu ikkita yosh ulug' insonlarga Xalqaro adabiyot akademiyasining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi.
Moskvada xizmat qildim, BAMda xizmat qildim 10 yil. Umrimiz xizmatda o'tdi. Yana siz aytyapsiz, faqat ilm, kitob o'qish emas, hunarni ham o'rgansin. Men Ukraina shkolini o'tganman, Yaroslavl maktabini o'tganman. Men xalqaro laureat bo'lib, men Rossiyaning faxriy akademik dizayneri bo'yicha. Kecha 24 soatda biz ishlarga kichkina sovg'a ishladik. Mana bu Hoji Ahmad Yassavining muhri. Sulton Hoji Ahmad Yassaviy Muhammad alayhissalom va 11 shogird to'g'risida. Mana mening shogirdlarim bilan ishlagan, mening shaxsiy ishim. Lekin bu bir bilan bor. 5 ta sovg'a sizlarga. Men turizm bo'yicha faxriy ishchiman. Mana Turkistonda mana etno madaniyat Rahimjon boshqardi ishlar. Mana shu yerda qozonning mana 200 barobar kichkinasi. Mana oltin tay qozon. Endi bu yerda damlar, sizlar baringiz mana mehmon bo'lib keldingizlar. Biz tanishdik. Mana ukam mana yaqinda 70 yoshga to'ldi. Biz yoshligimiz birga o'sdi. Bu injener stроитель, men injener mexanik konstruktorman. Buni har bir kelgan safarida uchrashamiz, o'z fikrimizni aytamiz. Mana bu yerda men oltin tay qozon ishlatgandim bunga. Mana bu sizlardan oldingizda bu yagona obrazец bunday ishlab turibdi. Mana bu yerda ukam Abdumannobga bizdan esdalik. Ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Chunki ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Mana shu yaxshi uchrashuvlarni har doim nasib etsin. Mana hikmatda bir yaxshi so'z bor azizlar. Yaxshini yomondan asrar Xudoyim, pok niyatda bo'lsalar banday zoyim. Ey azizlarim, ziyorat kelgan azizlarim, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin, murodlaringiz hosil bo'lsin deydi. Shuning uchun mana shu azizlarni yana bir marta tayyorlab qo'yamiz. Tanlaringiz sog' bo'lsin, yaxshi kunda uchrashaylik, domlar. Rahmat sizga. Mana hozir sizga Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining yorlig'ini topshirish barobarida biz a'zolar shunga qaror qildikki, bugundan e'tiboran sizni akademiklikka qabul qildik. Qarsaklar va ishlaringiz uchun yo borib Toshkentda olasiz, yo yana o'zimiz topshiramiz. Domla, men Rossiya Fanlar akademiyasining akademigiman. UNESCOning ekspert komissiyasi a'zosiman xalqaro. Bu 3-qog'oz sizdan, bu men uchun muqaddas, chunki o'zbek elidan olyapman. Vatan tuprog'ida. Rahmat. Katta rahmat. Endi mana shu klub a'zolari, ishtirokchilari, tashkilotchilari nomidan sizlarni bizning klubimizning faxriy a'zosi deb qabullamoqchimiz. Nima deysizlar? Barakallah. Mana shu klubimizning ramziy belgisi, mana shuni sizlarga taqsaq. Hammangiz to'rtalangizni taqab qarab. Bu Xudo xolasa sizlarga mana shu xalqimizning orasida juda ham katta xizmat qilgansizlar, bir og'iz so'z bilan xalqim deb yashayotgan haqiqiy insonlarga bir mana shu Turkiston, mana shu o'zingizning o'g'il qizlaringiz nomidan bir chapon kiydirmoqchimiz. Qabul olasizlar. Al chetlar. Chipanu, u Chipan gruppasi. Bu Chapan. Yaqin. Kiydir, nariya. Yana bir. Ko'hna Turkiston farzandi degan bizning ham medalimiz bor. Mana shu og'amizni 70 yoshga to'lganini munosabati bilan mana shu ikki davlat orasida ko'p xizmat qilayotgani, bobolarimizni yorqqa chiqarayotgan hammasini hisobga olib, biz haqiqiy Turkiston diyarining ko'hna Turkiston farzandi degan medalimizni sizga topshirsak Xudo xolasa. Alloh taolo mana shu ellarimizning birligini almasin Xudoim. Sizlar u yoqda, bizlar bu yoqda, bir davlat, bir el, ko'hna Turkiston farzandlarimiz barchamiz mana shu bobomizning orqasidan ilm izlab yurgan sizlarga biz alqishlarimiz cheksiz. Bugun sizlarni kitoblaringizni o'qib, eshitganmiz. Bugun o'zlaringizni ko'rishga Xudo xolasa mana muyassar bo'lyapmiz. Shuning uchun mana shu yigit qizlarimiz olimlarni ko'rish bilan o'sadi-da, Xudo xolasa. O'sadi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Shuncha joydan bosib kelib, mana shu bizlar bilan uchrashuv o'tkazayotganlar uchun sizlarga katta rahmatlarimizni aytamiz. Endi odam sovg'a qilgandan keyin bir javob qaytarish kerak ekan, bo'lmasa gapirish niyatim yo'q edi.
Abdurahim. Endi biz ham nimadir beramiz, ma'naviy berish. Hozir mana Kustoni esga soldi. Men yana bitta yangilik aytib bermoqchiman. Balkim bilarsizlar ham. Xuddi Kustoga o'xshagan akademik kelayotda men nihoyatda bir katta kashfiyot qildim deydi. Nima kashfiyot ekan desa, onani qornida qachon bolani jinsi, ya'ni o'g'ilmi qiz bo'lishini topdim deb u bir umr izlab topgan. Shunda Kusto aytadiki, ha buni shuncha ovora bo'ldimi, uni Qur'oni Karimda yozib qo'yibdi. 40 kundan keyin farishta tushib jinsini belgilashadi. Ana u ham musulmonlikni qabul qilgan Kusto bilan birga. Ko'ryapsizmi? Ham bergan. Endi biz adabiyot haqida gapirsak gap ko'p, uchrashuvlar haqida gapirsak gap ko'p. Bekorga muqaddas kitobimiz Iqra o'qidan boshlanmagan. Bilasizmi o'qish nima uchun kerak azizlar? Bu avvalo o'zimiz uchun kerak, har bir inson uchun kerak. Qalbini tozalashi uchun kerak. Arabiy tilda ilmda aytsa katarsis deydi. U dilini poklash uchun kerak. Endi dil poklash uchun nima kerak? Agardan dilingiz pok bo'lmasa, mana bu o'qib o'tirgan hammasi bir tiyin. Ikkinchi bir tomoni. Dili pok odam haqni taniydi. Mana men bittagina misol keltirib gapimni cho'zmay nima qilay? Biz uchrashuvlarda ko'p yuramiz. Mana mashhur gap bor. Bir Ka'bani buzish, hali bir odamning dilini vayron qilish Ka'bani buzishdan ko'ra gunohi battar deydi. Ko'p odam uni bilmaydi sababi nima deb. Buni sababi Hazrat Navoiyda bor. Mana shu eshiklardan chiqmasin. Ka'ba kim? Bandaning sajdagohidir. Ko'ngil kim? Allohning jilvagohidir. Kitob o'qisangiz ko'nglingiz toza bo'ladi, ana Alloh shunda jilva qiladi. Rahmat sizlarga. Bunday davralarda albatta har kim o'z misolini ilingisi keladi. Bu hozir men Rahimjon akamga hamda Pulkovnik dedingizmi? Polkovnik degan, Pulkovnik. Xayrli do'stimizga o'sha birinchi so'radan kitobni hadya qilmoqchiman. Kun kelib safarim bir yog'lik bo'lsa rizo edi deng. Bilganicha yashab orzulariga qanot bo'lib o'tdi deng. Molli dunyo emas, asl yor istab o'lmadi. Sog'inchdan, bahaybat sog'inchdan yuragi tars yorilib o'tdi deng. Mani kofir demoqqa o'zimdan o'zga haqon yo'q. Iymonim buttur olamda, iymonimdek iymon yo'q. Musulmonlikda men tanho edim bu dahr aro do'stlar. Agar men ham kofir bo'lsam, bu dunyoda musulmon yo'q degan ekan bobomiz Abu Ali ibn Sino. Men demoqchimanki, bir inson bo'lsa, bir shaxs bo'lsa, bir millatparvar, bir iymoni butun kishi bo'lsa, mana shu Abdurahim akadek bo'ladilar. Mana hozir bir go'zal xonim singlimizni bu davrani olib borganlarini ko'rdik. Mukammal, nuqta virguli hammasi joyida. Benuqson, bizga hamkasb ekanlar. Bundan bir ulug' sharafli vazifa yo'q. Millatni millat bo'lishi uchun ikkita narsa kerak. Unutmanglar. Til va qon. Modomiki qon buzuq, muvaqqaq iymon buzuq. Qoni buzuq odamning iymoni buzuq bo'ladi. Tili buzuq odam ham bilingki tili toygan, u yotning, dushmanning yo'rig'i bilan yurgan odam bo'ladi. Mana shu ikki narsani asosalaring. Bizda o'sha mana qozoqni, qirg'izni, qoraqalpoqni ko'zi ochiq oydinlaridan sen kimsan desa, turk atani baldarimiz deydi. Hammamiz turk atani bolalarimiz, qozoq, qirg'iz bo'laylik, boshqirt, tatar bo'laylik, biz ota-onani bolalarimiz. Shunday ekan, mana shu butun bir Qozog'istondagi bir buyuk davlatda buni qarang, mana chegarasini qarang. Qanaqa bir keng ajoyib bir davlat. Shu yerda mana shu tilimizni, millatimizni shon va sharafini saqlab yuribsizlar. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin. Mana shunday go'zal davralarda ko'rish hammamizga Tangri taolo nasib etsin. Hurmatli ishtirokchilar, aziz qatnashuvchilar, qadrli mehmonlar. Hozir hammamiz hayajonda turibmiz. Negaki salkam 3 yillik vaqt mobaynida mana shu yerda bir oila kabi bo'lib
ahil inoq bo'lib, hozir bir-birimizni qiymay turganimiz u haqiqat. Shuning uchun biz sizlar bilan bugun 129-sonli bilimdonlar bellashuvining so'nggi sonini yakunlar ekanmiz. Sizlarga yana bir marta boshimiz yerga tekkuncha rahmat aytib qolamiz, qadrli ishtirokchilar. 100 kitob o'qiganliklaringiz qutlug' bo'lsin. 5 ta guruh, 5 ta jamoa, 5 ta ahil oila. Mana shunday birdamligimiz yo'q olmasin. Do'stona munosabatlarimiz yanada mustahkamlanaversin. Biz o'ylaymizki, KSK klubining keyingi bilimdonlar bellashuvi yanada davom etadi. Bu ish albatta o'z davomini topadi. Barchangizga sog'lik, omonlik, oilangizga xotirjamlik tilagan holda ertaga Turkiston shahrining eng chiroyli hashamatli saroyi Life Garden saroyida sizlar bilan yana didorlashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling deymiz.